Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, assalomu alaykum o'zbegim. Marhamat qilasizlar, mana bu tabiatga, mana bu tabiat manzara, mana bu yo'lni narigi betidagi qo'shnilar. Mana derenyaga kirib kelish znak. Derenyaga kirib kelishimizdan o'ng qo'lda birinchi uy bizniki bo'ladi. Mana shu kelishgan, sharoiti zo'r, ajoyib uy. Hovlisi 30 sotik. 15 sotiga o'rab olgan mana setka bilan. Lekin mana bu yerlar ham bemalol o'zlashtirib oladi. Endi ko'lni ko'ringlar, mana. Bo'lsa mana bilmadim 200 metrmi? Hovlining orqa tomonidan shunday ko'lga o'tib tushsangiz bo'ladi. Xo'sh, endi mabodo birovga kerak bo'lsa, mana shu derenyaning atrofida xohlaganingizcha gektar, xohlaganingizcha emas, 10-15 gektar yerlar bor. Ijaraga olibmi ishlatsa bo'ladi bemalol. Kim agar xo'jalik qilaman, RVP, VNJlaring bo'lsa, kelib mana shu yerda yashab, xo'jalik bilan shug'ullanaman desalar, marhamat qilasizlar. Bu yerdan mana bu yo'lak bilan 2 kilometr yursak, Pilarama ish o'rinlari tiqilib yotibdi. Mana Pilarama, mana bu esa to'satdan uchratib qoldim. Namanganlik Ibrohim ukamiz. Assalomu alaykum. Mana shu yerda ishlayapti ekan ukamiz, qaranglar. Mana ish o'rinlari. Mana bemalol, men boya 2 kilometr degandim sizlarga, yo'q 2 kilometr emas ekan, 3 kilometr hozir. Speedometrda ko'rib keldim, mana bu yo'l bilan 3 kilometr bu yerda velosipeddan, piyodan ish qilib mashin beradi sizlarga. Ish o'rinlari bor. Mana surishtirdim hozir, ish o'rinlari bor deyishyapti. Shuning uchun hozir shoshilinch ravishda agar mana shu uychalarda olsalaring, kelasizlar, men ishga joylashganda yordam beraman, patent olganim. Endi Ibrohim akam ko'rishing vatandoshlar bilan, vatan bilan, hamyurtlar bilan. Shu yerda ishlaymiz biz. 4 kishimiz. Mashina bergan mana. Oho, служебный. Служебный mashina shu yoqda uyga borib kelib turamiz. Ana kerak bo'lsa. Yo'q, men nimagada Qishloqqa. Ishdan keyin qishloqqa boramiz, kelamiz, obedga boramiz. 4 kishi ishlaymiz. Men bu yerda pogrushchi minaman. 3 ta bola. Bular Pilaramada ishlaydi. Ish yaxshi. Azayn rus bola, azayn ham yaxshi. Endi xafa qilganini qo'ymaymiz-ki, agar joylashtirsalarning. Yo'q, bayda hech kim xafa qilmaydi, yomon ham gapirmaydi bayda. Yaxshi joy, yaxshi joy. Menga yoqdi. Shuning uchun mana shunaqa gaplar azizlarim. Uyda olasizlar, mana shu derevnida ishga o'rnashib ishlaganlaring. Mayli bo'lsa, xayrlashib qo'ying. Bo'pti. Namanganga salom deng axir. Namanganlarga salom. Butun O'zbekistonga salom. Великолукский район, деревня Стайки. Великий Луки 40 kilometr. Mana shu yo'l bilan To'g'rayaga yursak hozir. Yana bir 100-150 metrdan keyin ikkita uy chiqarganman. Bittasini qirg'izistonlik og'aynimiz olgan. Ikkinchisi hali sotuvda turibdi. Endi mana buni ham chiqaryapmiz. Derevnya ko'p katta emas, lekin uyda markaziy vodoprovod. Uyda ichida markaziy vodoprovod, issiq sovuq suv. Endi bittadan like qo'yinglar. Mana kirgandan mana buni qaranglar. Sosnovoy bor deymizlar rus tilida. Kirganimizdan o'ng qo'lda Sosnovoy bor. Mana uy, bittadan like bosinglar endi. Baland chirdak. Chirdakdan derazalar ham qo'yilgan. Yangi kirgan bo'lsalaring obuna bo'linglar. Hovlida 1 yildan beri odam yashamagan. Shuning uchun o'tlar o'rilmay, mana shu ahvolda yotibdi. Egalari Sochida boyibdi-da endi. Boyib Sochidan uy olib ko'chibdilar. Buni sotuvda turibdi o'tgan yildan beri. Narxi anchagina baland edi, narxini tushirgani uchun mana kelib, men sizlarga taqdim etyapman. Mana hammom. Mana bu krıltso, tep-tekis turgan. Tep-tekis turgan, pollari yog'och. Eshik metallichskiy. Mana kirsak, endi tekislikka tekis. Mana g'ishli uy. Mana bu veranda qismi, derazalar plastik. Mebel endi eski tuska mebel.
Bu yerdagisi ichkarida tuzuk mebeli. Mebellari qoladi. Hammasi mana shu turish. Mana bu yerda kladovka. Mana motokosилка. Mana cherdakka chiqish luka. Cherdakka ham ko'rsataymi sizlarga cherdakni. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hoppa. Oho! Bu chirdak bo'lsa, bu yerda bemalol ikkinchi qavat qilsa bo'ladi ekan. Juda bahaybat. Balandligi ham, kengligi ham bilmagan edim. Xo'sh. Mana shunaqa kladovka. Mana endi uyda asosiy qismi. Kirganimizda mana shunaqa pollari yog'och, lak bilan qoplangan. Patologlar ham abreshotka. Mana endi o'ng qo'lga kirsak, mana bunaqa kuxnya. Kuxnya mebeli ham bor. Endi eng muhim narsa, uyda markaziy vodoprovod azizlarim. Marhamat qilasizlar. Markaziy vodoprovod, mana водонагреватель. Issiq suv uyda, стиральный mashinka, холодильник. Mana bu katta pechka duxovkasi bilan uyda bemalol ikkita katta pechka uyda bemalol isitadi. Mana endi chap tomoniga kirsak, bu yerda yotoqxona. Bu yerda mana ikkinchi pechka. Shkaf. Endi koridor bilan to'g'riga o'tsak, mana bunday zalxona. Bu yerda 3 ta deraza. Mana bu pechka bu yoqqa ham chiqqan. Pullariga gap yo'q. Bitta kravat, bitta divan. Mana bu deraza ko'chaga qaragan. Mana ko'cha. Bu derazalar hovliga va qo'shni hovlilarga. Endi oxiri kichkina xonacha. Mana bu yerda bitta deraza, divan va kuxnyadagi pechka bu yerga qarab chiqqanda mana kerak bo'lsa narvonchadan chiqib, mana senga lijankamsan, lijanka. Marhamat. Ko'zishga kerak deydi ko'rasizlar. Xullas, narxini aytaman azizlarim. Birozdan keyin. Narxiga yarasha aliga aytgancha, uy narxiga yarasha aytgancha bu uyda mana atrof balandgina turgan hammom. Mana shunday kirsakda kattagina hammom. Tep-tekis. Oho. Juda chiroyligina ekan, buni qaranglar. Mana kattagina hammom. Mana pechka. Mana suvga bachoklar. Hammom zo'r. Tak. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bir ko'rsatayim. Mana uyda bu tomondan ko'rinishi. Ana ko'cha. Так, что, не открывается ни один? Так, qo'shnisi ko'rsatyapti hovlini. Ochilmayapti. Mana bu, вот это все двор же, да? Вот это все двор же. Вот это да. Qaranglar, juda chiroyli. Men fotosuratlarni ko'rgan edim. Shunday go'zal mana bu hovli fotolarda. Hozir o't o'sib ketgani uchun manzara boshqacha. Mana bunaqa molxonami deymanda g'ishtan bo'lsa. Mana bunisi garaj. Mana bunisi garaj. Xo'sh. Mana bu yer o'tinxona ekan.
Mana o'tinxona. Mana atrof. Mana mangal. Mana issiqxona. Haqiqatan bu yerda agar o'tin olib o'rsangiz, juda chiroyli joy edi. Men o'ti o'rilganmi deb kelgandim, o'ti o'rilmagan ekan. Tabiatni ko'ringlar azizim. Bu kuzgi manzara endi. Yozga o'rganib qolgansizlar. Bu kuzgi manzara. Lekin ko'l muzlamagan shu turish. Bugun ob-havo taxminan 7-8 plus. Noyabrda o'rtasi. Mana dushovoydi. Birov yıkıp tashlabdi böyle. Turg'izib qo'yish kerak. Ne получилось, да? Hadi bu manzarani ko'rsatkim kelyapti sizlarga. Mana noyabrda o'rtasi bo'lsa ham ana ko'l, mana bu dalani qaranglar. Mana yam-yashil dala. Mana bu yerda nimadir ekilgan. А вот здесь что посажено, вот зеленое? Вот что посажено здесь? Здесь картошка была, это горчица посеяна. Горчица? Yam-yashil горчица ekkan ekan. Mana buni qaranglar. Noyabrda o'rtasi bo'lsa ham mana o'tlar yam-yashil. Mana tabiat. Mana tabiat. Mana shu o'rmonning orqasida yaqingina 10 gektar yerni ijaraga beraman degan. Kelishamiz. Xullas, garajni ocholmadik. Zamoklar zanglab qolgan ekan. Mana uy, yana bir bor mana sasna, mana bu uyni beti, hovlining beti. Mana shundaqa uy. Tavsiya qiladigan uy. Sababi anchagina qimmat aytgan edi. O'tgan yildan beri ishlab turgan edi. 2 million oshig'i bilan edi rus pulida. 2 million 50 ming atrofida edi. Hozirgi mana shu kunlarda 1,5 millionga tushirgan ekan. Mana shu uy 1,5 millionga tushirgan. Shuning uchun kelib men bu xullas bu atrofda bu tabiati go'zal. Tabiati go'zal. Mana endi orqasi ko'rib turganlaringdek ko'l. Anariyadagi ikkita uyimizda ham shunday orqasidan ko'lga chiqsa bo'ladi. Buni ham orqasi bilan shunday ana 150-200 metr o'tsak ko'l. Yana takrorlayman. Mana shu yerdan 20 kilometr yursak Parechchi posyolkasi, u yerda bir nechta hamyurtlarimiz uy olgan, ish o'rinlari bor. Bu yerdan esa 2 kilometr o'tsak Jigari degan posyolkada mol ferma ham bor va katta pilarama bor. Pilaramada ish o'rinlari erkaklarga bor. Shuning uchun agar migrant bo'lsalaring, uyni olib pilaramada ishlasa bo'ladi, faoliyat yuritsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa RVP VNJingiz bo'lsa, mana shu yerda gektar yerlar bor. Ijaraga olib yoki sotib olib, ijaraga olibmi tirikchilik qilsa bo'ladi. Mana shunaqa uy, markaziy vodoprovod, hamma sharoiti bor. Uyning ichida issiq sovuq suv, garaj, hammom, ko'lni bo'yi, xohlasalaring dacha qilib kelib dam olinglar yozda azizlarim. Yozda kelib dam olinglar. Juda ajoyib tabiat. Essiz yoz emas, endi yoz o'tdi. Endi mana shu qish faslini ko'rib boramiz bundan buyon. Hammalaringizni yaxshi ko'raman azizlarim. Ko'rishguncha.